Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli qarindoshlar, Din va hayot nomli suhbat programmamizga diqqatingizni berganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamizning bugungi bo'limida sekularizm haqida to'xtalamiz. Programmamizningki aziz mehmoni ustoz Siraj Najim bo'ladi. Siraj Najim endi bu biz sekularizm haqida bugun programmamizga buni tanladik. Buni tanlashimizning sabablarining biri endi bu ko'rarmanlarimizga uchiqlashimiz lozim. Bizning Uyg'ur jamiyatida bu sekularizm iddistik kishilarning o'tirg'i chiqayotganligini ko'ryapmiz. Bular kitoblarni yozdi, ba'zi muhozirlikcha so'zlash nimalarni uyushtiryapti, hatto to'r ichib ulguydi. Shunga bu vaqtda endi bizningki qarindoshlarimiz bilan bu vaqt bir o'rtaqlashish bizningki diniy majburiyatimiz deb qaradik. Kuchimizning yetgan doirada biz bu vaqtda yoshlarga bir uchuqlim berish bizningki mas'uliyatimiz. Shunga shu sekularizm haqida bir uchuqlim berib o'tgan bo'lsa. Yaxshi bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Endi sekularizm desak bu inglizcha so'z atalg'u. Buni fransuzchada loyiq deb ataydi ekan, turkdimi loyiq deydi. Arablar ilmani yoki ilmaniyat deb ataydi. Buning umumiy tushunchasi shu dinni davlatdan ayirish prinsipi degan hukm bilan o'tirib chiqqan. Bu asosan bu xuddi demokratiyaga o'xshash. Bu sekularizm loyiqlikmi endi? G'arbdan kirgan, g'arb atalg'usi şu 18-17 asırlarda Garip hakimiyetini umumen Garip cemiyetini şu çirkav başkurduğun, şu dindarla başkurduğun şula hakimiyet beşide hakimiyet beşiği kimden kilişini, kimden kitişini şula başkurduğun bütün halkının takdiri şu çirkav bağlanıp kalan bir vaziyette boğallık için bu yerden bu sekularizm layıklık ideyası doğulup biz şu dinin kontrolünden çıkıp dinsiz devlet kuruş prensibi degenini oturup koygan bir zamanda terakki kılıp bu halet şekillengen iken bu asta zamanın ötüşü bilen bu bizden Müslümanlığa yamrap kilip bu ekem Müslümanların içinde mi? Üzülü ben Müslüman deydiğen. Lakin bir taraftan bu din devletin ayrış prensipini tutumen, men layık, men sekularizm prensipi de deydiğanlar köp oturgu çıkan hazırki İslam devletleri de atıldığan köp devletler mi? Üzünün asası prensipini şundak layık dinni devletin ayırgan bir prensip bilen hüküm sürüydüğün, hakimiyet kuruyduğun bir devlet yaşayımızdaydı. Hatta Türkiye'miz üzerimiz üzerinde layık devletteydi. Emeliyette bu layıklık, bu sekülerizm İslam'ın hakiki ruhu zıt. Nimiş kıldıysa yani bu İslam biz doğru en başta biz zaten kim boğallıkımızı bu her kandak bir ideolojini kabul kılıştın burun biz bunun karta özümüzün pozisyonumuzu ve bir mevkifimizni bildirishimiz lazım. Tamam. Bundak bildirish to'g'ri kelgan vaqtida biz musulmon. İslam diniga e'tiqod qilamiz. Bizning dasturimiz, qonunimiz Qur'on va hadis. Undaq bo'lgan ekan, bu İslam bizdan nima talab qiladi? Musulmonlar bu İslam qarta, Qur'on qarta, din qarta qaysi bir pozitsiyada bo'lishi lazım va bizningki İslam qarta ibadetler karta, İslam'ın şeriat bilimleri karta düşüncesine oturulaş lazım, oturup koyuş lazım. Bu prensiplerini oturup koyduğun bolsak, hazır nait köp meseleler oturup çıkıyor. Yakın biri bizden meyli Uygur cemiyeti de olsun, hatta bu üzünü İslam devletleri deydiğen cemiyetteki, Arap cemiyetleri de olsun, şu dinli devletin ayrış taraftarları nait köp salmakını geliydi. Valen ki bunun manisi men İslam'ını yaktımayım. Men bir dinin, hakiki bir İslam'ın
qoida prinsiplari shariat qonuni bo'yicha yashamayman, islomni yoqtirmayman deganlik bo'ladi. Ammo endi o'zi musulmonlar orasida yashagan, musulmon jamiyatda yashagan yoki bir musulmonning oilasi tug'ilgan, ammo o'z haqiqiy o'zining qalbida islomga bo'lgan bir qiziqishi yoki bo'lmasa o'zini bir mukammal men musulmon deb atamaydigan insonlarning shunday o'tirib chiqargan bir fikr endi bu. Yana bizning Uyg'ur jamiyatidami biz davomli deydigan gaplar bor. Xususan ziyolilar o'tirida bu bizni shu islom dini shunday mayli taraqqiyotda bo'lsin yoki hozirgidek mustamliki hayotida bo'lsin, shu Uyg'urning beshiga kelgan bala musibatlar, kulfatlanmasi shu islom din deydigan shu tushunchadagilar xeyli ko'p salmoqni egallaydi. Bular shu haqiqiy shu tushuntirilgan loyiq insonlar bular. Bular islomni xohlamaydi. Bütün musibatni islomga atadi. Vaholanki sen kafir, dinsiz, musulmon emas desa, o'lib oladi. Amaliyotda bu islom insondan nimani talab qiladi? Boshda biz har qanday narsaga ya uni qabul qilamiz yoki rad qilamiz. Hech qanday insonni Alloh Qur'oni Karimda bir qancha o'rinda insonlarni la ikraha fid din degan. Dinda zo'rlash yo'q. O dinni qabul qilishda inson xohlab qabul qiladi. Xohlasa kommunist bo'ladi, xohlasa musulmon bo'ladi, xohlasa xristian bo'ladi, xohlasa dinsiz bo'ladi. Ammo men islomni qabul qildim, men musulmon deb qo'yib, islomning eng oddiy shartlarini ado qilmaydigan insonlar o vaqtida o'zining bir normal kundalik hayotidagi qiladigan ishlarida o'zi ishongan, o'zi iymon keltirgan bir dinida samimiyat bo'lmasa, boshqa ishlarda qanday samimiyat bo'ladi? Endi vatanning ichida ba'zi yani qisman sondagi o'zini madaniyatlik ziyoli deb ataydigan ba'zi shaxslardan anglayapmiz, ba'zi leksiyalarni o'rlashtiribdi, ba'zilar hatto bu vaqtda ba'zi maqolalarni yozibdi, ba'zi torlarni ichib ulgurdi endi. Endi buni men atrofda ko'rdim, shundan yozgan narsalarni, hatto so'zlagan muhozir leksiyalarni hammasini anglab ko'rdim. Bular bir millatninki o'zini ziyoli bo'lish sifati bilan millatimning hozir beshiga har xil kulfatlar keldi. Shu millatning bir patqoqni qutuldirib chiqishning yo'li mushu deb qaragan. Men buningda oldin bular buningdan 300 yil ilgariki Yevropa o'zining shu qorong'ulik zulmatdan chiqqan usulni bizim tanlasak, bizim shunga o'xshash chiqamaymiz deb menda o'ylab qolgan. Lekin bu xatolashgan. Endi shu davrdagi Yevropa vaziyatini chunqur tushunishga to'g'ri keladi. Yevropa vaziyatida yuqorida deb o'tgandagidek o vaqtlarda bütün narsalar chirkovninki ostida bo'lgan, poplarninki ta'siri bilan bo'lgan, ular ilm fanga qarshi turgan bu taraflarda ana shu vaqtda bir islohot deb bo'lmasa bo'lmaydigan vaziyat shakllangan. Ammo islom dunyosida, bizning Uyg'urlarning nimasida tamoman buningki aksicha. Endi islom dinida hamma yerda qalaydigan bo'lsak, ilmga rag'batlantirdi. İslam başqa, musulmon başqa. Shuni yoshlarningki ba'zi so'zlarga men diqqat qildim, ikkisini aralashtirdi ekan. Musulmonlardagi illatlar islomga atib qo'ydigan. Islom din, mush Qur'oni Karim, hadis Rasululloh qaraydigan bo'lsak, butun shu ilm faniga taraqqiy qilish, insoniyatning haq huquqlarini qo'g'dash bu vaqtda yer yuzidagi yerlik qonun qo'ymagan nizomlarni islom dini o'tirib chiqadi endi. Bular bizning Uyg'ur millatiga bir cho'ng ish qilib Uyg'urlarni patqoqdan chiqarish uchun birdan bir yo'li buni dinsizlashtirish deb o'ylab qolganda, men buning qarab echindim. Bu vaqtda bizningki mush yoshlarga bir tushuncha berish zarur ekan deb qaradim. Endi bizningki Uyg'urlarning ichidagi bu sekularizm nimasiningki qisman sonda tarqalib o'tibdi yoshlarning ichida. Bu albatta cho'ng bir nimani egallab ketmaydi inshaalloh. Shu nimadan so'zlanganlik siyaladim nurg'ulgan yoshlarning qarshi fikrda o'tirib chiqqanligini ko'rdim. Endi shunga bizning bu yoshlarga bu vaqtda bir tushuncha berishimiz zarur ekan dedim. Endi bu Uyg'urlarda sizlarcha shu sekularizm aqimi
bir çoğ ta'sirlarni qo'zg'ash orqali bu Uyg'urlarni dinsizlantirishga ep baramdi, buning yo'llari haqida bir tushuncha bergan bo'lsizlar. Hozir Uyg'ur jamiyatida endi tarixdan bir xususan shu yaqinqi 60 yil mobaynida Uyg'urlarning haqiqiy turda o'zining qaysi bir jamiyatda, qaysi bir tuzumda, qaysi bir vaziyatda yashashni tanlash imkoniyati yo'q. O erkinlik yo'q. Undaq erkinlik bo'lmagan ekan, bu biz ma yo'lni tanlaymiz, ma yo'lni tanlamaymiz demaydi. Hozir uningga faqatlam şu belgilengen bir prinsip, belgilengen bir hayatı yaşaş mecbur. Ama şu çatak yeri bizning mushu kunga qilishimiz İslam sebep bo'lgan deydigan ishi eng xatarlik masala. Valanki haqiqatni deydigan bo'lsak, biz millatni bir millat sifatida saqlab qolgan bizning dinimiz, İslam dini. Eğer bizde, yani biz farz qilib boqayli, musulmonlarda haqiqiy mushu İslam dini bo'lmagan bo'lsa, boshqa millatlarga o'xshash Manju deymiz, Mongol deymiz, u deymiz, bu deymiz. Bu millatlar albatta çoğ bir milletçilik ekimi şu bir devletin asimilasyon siyasetinde irip tükep gidetti. Halanki hazır mı andi? Ne tükep Hristiyanlıklar boğan biz milletini muşu dinimizden yandırış için. Halanki muşu hazırki yakınki 20-30 yıl mabeyinde halkımızın zaten bizden meyli dini cihetten, milli cihetten ve insani cihetten özümüzden kimlikimizden saklap kılışta şu bir İslam'ın ait köp rol oynaganlığı ve bizden şu İslam dini ve Müslümanlığımız hazır kadar şundak irip gitişten saklap kalganlığını bütün dünya biliyordu, biz halkımı yaxşı biliyordu. Yani bu din bizge nispeten bu bir 1000 yıllık tarihe bir din. Eğer tarihten söylesek, ama dinin, İslam dininin hakikatini söylesek, bu Allah'ın nazil kılınan hakiki din, hem semavi din, hem ahirki din. Bu her kandak insan, dünyada insanın tabiatı da meyle başka dinler olan olsun, ya ki hatta Buddhist olsun, nimeler olsun, şundak bir ilahı çok onuduğun, üzünen tabiatı da bir dinge mail bo'ladigan tabiat var. Yani dinsiz yaşayamaydı. O dinsiz yaşayan insanın hayatı hakiki lezzetlik hayat bo'lmaydi. Şu sebepten insanlar her xil dinlarga menip bakıdı. Ama biz endi Allah bizge bu İslam dinini bir büyük nimet kılıp bergen iken elbette biz bu dinnin üstüde izlenişimiz, tetkik kılışımız, zaten bu din bizge İslam dini nime talep kıldı bizden ve zaten biz nime olmakçı deydiğen birkaç türlük suallı peyda oldu. Hatta ben de dinli devletin ayrıymen deydiğallı mı? Şu layık sekülerizm ideistik insanlı mı? Köpleri üzerine Müslüman deydi. Doğru. Müslüman boğallığı için İslam dini nime talep kıldı? İslam'dan en adli şartları bunu bir yerde sözler oturuştan haceti yok. En akallısı Allah'a iman keltiriyordu. Ondan keyin şu vahiy bo'lgan Qur'oni Karimning Allohdan kelgan muqaddas kitap musulmonlarning bir qonuni dasturi ekanligiga iymon keltirdi. Undan keyin qiyomatga iymon keltirdi oxiratga. Ya'ni mushu 3 narsa bu asos endi. Agar mushu 3 asosga har qanday bir odam men iymon keltirman deydi ekan, buningdan tug'iladigan bir qancha turli shartlar bor. Mushu shartlarni qabul qılanırsa o vaxtda İslam dininin asasını qabul qılgan boludu. Şunu bu İslam dini kadar isimlerle dep koyduğun insanlar xalığanda qabul qılıp, xalığanda qabul qılmaydigan yoki ba'sini qabul qılıp, ba'sini qabul qılmaydigan din emas. Şu İslam ben Müslüman deydiken İslam'ın en aqalli şartlarını qabul qilish lazım. Onu özünün hayatını tatbiqlash lazım. Eğer hayatını tatbiqlamasdan ben Müslüman dep qoyup, ya kadar İslam'ın ibadet kısmı var, akide kısmı var, onunkin muamele kısmı var, onunkin insanlığın hayatını tertipleydiğen çekçigara kısmı var. Onu İslam'ın hudutları, şeriat deydi. Bu şeriatın nurgun prensipleri var. Muşu prensiplerinin hemmisi, yani bu şeriat insanların emes Allah'ın kelgen
semaviy bir şeriat qonun bo'lg'achqa, bu insonlarning tabiati, psixikasi, vaziyati, insonlarning ojizlik nuqtalari va boshqa bir qancha taraflarni Alloh nazarda tutgan asosida insonga nima foydali, nima ziyonli, buni albatta Alloh hammani rioya qilgan asosda qo'ygan din. Buni shunga qabul qiladiganlar hammani qabul qilish lozim. Agar qabul qilmaydiganlar bo'lsa, men bu dinni qabul qilmayman, men dinsiz yoki boshqa din, xristian, yahudi, buddist deb e'lon qilish lozim. Hatto endi bu Uyg'urlikmi, Uyg'ur jamoatchiligida bu Uyg'ur desa, Uyg'urning hammasi musulmon bo'lish shart emas. Allah'mu dünyada hiç qanday bir milletning hammani musulmon qilmagan. O'z vaqtida Payg'ambar alayhisolamning davridimi? Shu Payg'ambar alayhisolam vafot qilgan vaqtdimi? Shu Arab yerim aralida nurg'un dinga kirmagan insonlar bor edi. Hatto Payg'ambar alayhisolamning vafotidan keyin dinni yeni olganlar bo'lgan. Shunga bu dinda zo'rlash yo'q. Ammo zo'rlash yo'q ekan, bu haliqadek dinni o'zining bir shaxsiy tushunchasi, ko'z qarashi bilan onu xalqancha söz gap qiladigan yoki buni rad qiladigan insonlarning normal haqqi yo'q. Nimishqa bu insonlarning mulki emas, Allohning mulki. Ama buningni qabul qilgan odam o'z ixtiyoridan qabul qiladi, rad qilgan odam ixtiyoridan rad qiladi. Ammo haliqadek ba'zi murtadlikmi bor endi. Islom dinini qabul qilib, men musulmon deb bir yerga kelgandan keyin men bu dindan yenib oldim deydigan. Bu murtadlikni islom xohlamaydi. Shunga bunun hatta murtadni o'ltiradigan hadmi bor endi. Ammo men azaldan tug'ilma dinsiz deydigan bo'lsa, dinsiz bo'ladigan gap. Shu sababdan bu endi loyiq tushunchadagi insonlar albatta bu dinni yaxshi o'rganishi lozim, bilishi lozim. Endi qarasak biz Uyg'ur jamoatchiligida, hatta boshqa millatlardami o'zini men musulmon deydi, lekin islomning hech qanday bir asiri ne onun şeklide, ne yürüyüştürüşüde, ne ibadetide, ne başka işlerinde yok görülmeydi. Hayatı da namaz okup bakmagan, hayatı da mescidini görüp bakmagan, ama ölgen vaxtıda mecbur şu mescid girip namazını okuydu. Yani bu insan, akıl buluş lazım insanda. Sen hayatında kirmegen mescidke, ölgenin kirgeninin paydası. Yok, mescid degen ölek kirdiğen yer emas o. Hayat insanda kirdiğen yer. Şu sebepten yani biz Uyghur cemaatçilikide bu dini karta, hususen bu İslam dini karta düşüncemiz, dairemiz kenar buluş lazım ki her kandak bir insan İslam dini karta bir baha beriştin ve bu dinin insanların hayatına tesir kıldı kılmadı. Arkadaki insan bu Uyghur milletinin takdiri bilen bu din, İslam dininin ki münasebeti bağ deydiğen bir insan elbette bu din hakkında izleniş lazım, ügünüş lazım, biliş lazım. Hemen bilip ügünüp bulup onunkin hidayet Allah'ın kulda. Eğer yine o uçakta hidayet yapmışsa o vakitte elbette yerim Müslüman, bu din bizden hayatımızı kirsip olmaydı, bizden kanunumuzu kirsip olmaydı, turmuşumuzu biz dinden yarak kılımız, ya ki bu din mescitte, normal bir örf adette, ibadet kısımları da 5 vaqt namazdan başqa işlərə aralaş haqqı yox. Həlqədək bu kommunist hakimiyyəti məndə dinni İslam dininin insanların turmuşuna aralaş haqqı yox deydi. Valanki əsası qanunu da dinə işinişmə erkinlik, işenmeslikmi erkinlik de prensibi var. Onun mənası mən dinə işendim degan adam dininin bütün asaslarını, erkanlarını, ibadetlerini qilish haqqı bo'ladi, tabiiy tug'iladi. Agar uni qiladigan, albatta bu dinning hammani qabul qilish lozim. Agar qabul qilmaydiganlar bo'lsa, uni o'zi xalab tanlasa bo'ladigan gap. Shunga bu masalada biz Uyg'ur musulmonlari bu islom diniga qarata tushunchisini yaxshilash lozim va maydonni aniq qilish lozim. Ya'ni biz insonlikda yashaydi ekanmiz, biz maydonimizni aniq qilaylik. Hamma odam bilsin, ma'u musulmon emas. Ya eğer ma'u musulmon deydigan bo'lsak, islom dinini qabul qilamiz deydigan bo'lsak, buning eng oddiy shartlarini hazırlaşmamız lazım. Yani her bir adam bir ma'u musulmonken, islom diniga e'tiqod qiladi ekan, bu islom dinining eng oddiy shartlarini ado qiladi ekan, ya'ni addi şartları deganning ma'nosi islom dinidagi shu 5 farzdan iborat. Bu 5 farz nima? Başta
Allah'ın birlik barlığına iman keltirimiz. Ondan keyin 5 vaqt namazını okuyumuz. Ramazanda roza tutumuz. Pulumuz bolsa zakat berimiz. Vaqtimiz, imkoniyatimiz bolsa, sharoitimiz bolsa haj qilamiz. Mushu farzlarning hammini ondan keyin yana jihad farzimi bor. Bu jihad farzimi shu islomning arkanlarining asoslaridan biri. Mushu ishlarning hammani qilgan vaqtda biz musulmon bo'lamiz. Haqiqiy musulmon bo'ladi. Agar buni qilmagan odam o'zini men musulmon deyishning hojati yo'q menimcha. Endi bu Almaniya, yani sekularizmninki lug'at va isloh ma'nolarini yig'inchoqlab aytgan vaqtimizda sekularizmchi xristian bo'lish mumkin ekan. Shunga o'xshash sekularizmchi yahudiy bo'lish mumkin. Ammo sekularizmchi musulmon bo'lish mumkin emas. Qandayki buni doktor Yusuf Qardavining so'zida o xristianlarnikida masalan haftada bir qatim cherkovga kirib qo'ysa, yilda bir qatim İsa alayhisolamning tug'ilgan kunini xotirlab qo'ysa, andan keyin shaxsiy ibodatlarini xalqqa vaqt qilsa, buning almaniylik bilan, ya'ni sekularizmlik bilan bu xristianlikning o'rtasida yo'q. Chunki uning bizda bir mukammal shariat ular farz qilgan nima yo'q. Ular hatto bir İsa alayhisolamning so'ziga nisbat berilgan so'zlarga Allah uchun bo'lgan narsa Allohga, Qaysar uchun bo'lgan narsa Qaysarga. Ya'ni din o'zining yo'lida ayrilmangadi. Nima? Hakimiyatni o'zining yo'lida ayrilmangadi degan tushuncha. Almaniyatning kelib chiqish da'vosi shu endi dinni davlatni araymiz deb. Yahudiylarning shunda, ammo biz musulmonlarning dinni davlatni arishimiz bilan musulmon o'zini musulmon degil bo'lmaydi. Garchi bu sekularizmni da'vo qilayotgan dinni davlatni araymiz degichilar o'zini musulmon deb da'vo qilgan bo'lsa-mu, mana islomning yuqorqi qonun belgilanmalariga amal qilmaganlikni uni inkor qilganlikdan, garchi Allohning borligi da'vo qilsa-mu, Allohning borligiga ishonsa-mu, u uning bilan musulmon hisoblanmaydi. Shunga endi bu shu sekularizmchilarning ba'zanlari biz hozir bir bilim davrida yashayapmiz. Din davrida emas. Bu din qadimgi zamonning o'tmishning urf-odatlari edi deb shunday tushunadi. Bu endi faqat aql degan narsa bo'lmaganlikdan kelib chiqqan masala. Valanki islom dini Qur'on tushgan vahiy nozil bo'lgandan boshlab birinchi qatim Qur'onda tushgan oyat o'qu. O o'qu deganning ma'nosi o'qu, bilim o'rgan. Shu bilim olish uchun o'qish lozim. O'qimagan odam bilim egallayolmaydi. Undan keyin Qur'oni Karimda nayt ko'p oyatlarda insonlar aqlni ishlatishga, dunyoning qurilmasida tafakkur qilishga, koinot ustida tafakkur qilishga, yaratgan Allohning ne'matlaridan foydalanishga, ya'ni biz bu dunyoni insanlar uchun yaratgan, insanlarning foydasi uchun yaratganligi, osmondan tumirni tushirganligi, hozir butun taraqqiyotda texnikalar shu tumir orqali bo'layotdi-ku. Ya hammasi Qur'oni Karimda bu insonlarni bilimga chaqirgan, axloqqa chaqirgan, bir insoncha qonun tuzum ichida yashashga chaqirgan. Agar din bo'lmasaydi insonning hayvon bilan hech qanday farqi bo'lmaydi. Islom dini endi katta bir ne'mat. Bu islom haqida bu ne'matni tushuntirish uchun ayrim bir program qilishni to'g'ri keladi. Afsus, ba'zi yoshlarningki hatto o'zini ziyoli ilmlik deb da'vo qilayotgan bir kishilarning bu islom diniga bo'lgan tushunchasining saddiligidan men o'zim hayron. Endi Alloh taolo bularni hidoyat qilsin. Sizlar yuqori degandek yani Uyg'urning ichida bunda kishilarning bo'lishi tabiiy. To'g'ri, ba'zi xatoliklar mavjud. Masalan, ba'zi insonlar, ya'ni radikalizm aqimidagi insonlar bor. Bu haqidagi xuddi hammadan shu menlam yashasam bu dunyoda boshqalarning yashash haqqi yo'q. Mening to'g'ri, boshqalar hammasi xato deydi. O to'g'ri, har qanday inson mening mangan yo'lim to'g'ri, mening tutgan yo'lim to'g'ri, men ishongan din to'g'ri deydi. Ammo bu dunyoda biz yolg'iz yashamaymiz. Bu dunyoda biz musulmonlar yashaymiz, xristianlar yashaydi, yahudiylar yashaydi, buddistlar yashaydi, dinsizlar yashaydi, kommunistlar yashaydi. Ular hammasi o'zi xohlagancha yashash haqqi o'ziga bo'ladi. Biz ular bilan sen bizning dinimizda emas deb jang e'lon qilmaymiz, urushmaymiz. Islom dini uni talab qilmaydi. Ammo islom dini hech qachon
bu dinni boshqalarga yetkazish uchun qurol ishlatgan, kuch ishlatgan emas. Ammo bu islom tarixidagi ishlatilgan kuchlar, qurollar bo'lgan hammasi faqatlam o'zini zulmdan mudofaa qilish, o'zini qutqizish uchun bo'lgan. Hozir biz ko'rayotgan bo'lsak, endi butun musulmonlarning beshiga musibat kelyotdi. Musulmonlar xabarlik tadbiyotdi. Boshqalar tarafidan musulmonlarga aziyat kelyotdi. Shunga yana sabr qilib ketyotdi. Nimishqa bu musulmonlar shuncha sabrchan, kuchli, bardorchilik beralaydi. Ammo hozir qadar islom dini shuncha dushmanlikka duch kelgan, musulmonlar dushmanlikka duch kelgan, bir mezgil musulmonlar aciz bir vaziyat tushib qolgan bo'lsa-mu, hech qachon yo'qolib ketgani yo'q, tugab ketgani yo'q. Valanki bu dunyoda nurg'un prinsiplar, nurg'un iqimlar, ideologiyalar, mazhablar paydo bo'lib tugab ketgan. Kommunizm dunyodan yo'qoldi masalan. Dunyoda kommunizm degan narsa yo'q. Valanki u dunyoni qutqazuvchi bo'lgan bir dabdu bilan kelgan. Shu yo'lda necha 100 million insonlar o'ldirilgan. Hozir bu shu shakli jihatdan ism bilan faqatla insonlarni kontrol qilish, qul qilish uchun ishlatilyotdi faqatlam kommunizm, sotsializm, bu degan narsalar. Amaliyotda yo'q. Ammo islom dini hech qachon ajralib qolgani yo'q. Yoki uning roli oz qolgani yo'q. To'g'ri, musulmonlarda bir chekinish bo'lgan, ojizlik bo'lgan, boshqalar tarafidan suiiste'mol qilingan, assimilyatsiya qilingan, lekin yo'qolib ketgani yo'q. Kun-kunga kuchlanayotdi. Endi hozir bugun kundimi, ya'ni shu butun mayli bu loyiq sekularizmchilar bo'lsin, mayli dinsizlar bo'lsin, g'arblar bo'lsin, mush islomning kelgusidan qo'rqib hozir butun kuchi bilan islom diniga qarshi harakat qilyotdi. Endi biz Uyg'ur musulmonlari haqiqatni yaxshi tushunishimiz lozimki, bu din bizni inshaalloh dunyodami islom dini bu dunyodan bizni yo'qolib ketishdan saqlab qoladi, qiyomatdami dovzaxdan o't azobidan saqlaydigan bu din. Buni yaxshi tushunishimiz lozim. Dal bizning barnomamizdan keyin nishonam shu. Faqat shunda islomga Uyg'urlar ichidan til uzatayotganlarning so'zlarini angladik, maqolalarini ko'rdik. Biz bu vaqtda bu barnomani qilishimiz zarur ekan deb o'yladik. Endi Allah hidayet Allah'ın qulida. Şoň bir yaşlarga az to'l bolsun bir yardım bulap qalsa, özüň meydanını bir meydan tiklaş göz qarashini bir özgartishdi deb biz bu barnomamizni ishlab o'tiribmiz. Endi oxirida sizlar shu yoshlarga qo'shib qo'yay. Endi mayli yoshlarga bo'lsin, mayli boshqalarga bo'lsin, ham shu biz dinni davlatdan ayirish prinsipi tarafdori degan mayli sekularizmchi bo'lsin, mayli loyiqli bo'lsin, bular o'zini xususan Uyg'urlar ichida hech qachon men kafir demaydi. Islomni da'vo qiladi, lekin shariatni hayotida tatbiqlashni xohlamaydi. Bu bir yomon yeri. Bir tarafdan musulmonlarning mayli hurmatini, mayli ovozini ziyon tortishni xohlamaydi, lekin ularni o'z qalbidan musulmonlarni uch ko'radigan adovatni yushirolmay, nima ish qilishni bilolmay, yaqidek putsiniq o'dakdek ya u yan ya bu yan bo'lmay yuribotgan ba'zi insonlar. Shu sababdan inson shu boshda degandek mayli kim bo'lishini qat'iy nazar bu islom dini oshkora. Buni hech qanday yushirin, maxfiy narsa yo'q. Masalan, yaqidek Shiilarning maxfiy tuqya degan tushunchasi bor. Haqiqatni yushirib boshqa yuzini oshkora, ikki yuzlik. Ammo islomda ikki yuzlik yo'q. Ya islomning hammani qabul qilamiz, yoki bo'lmasa hammani tashlaymiz. Fikrlarga rahmat. Endi oxirida shu bizningki Uyg'ur jamiyatimizga bo'lib xosatan yoshlarga bo'lgan bir tavsiyalar bo'lsa. Endi yoshlarga nisbatan bu biz bu din, Allohning dini, Qur'on osmondan tushgan vahiy nazil qilingan din, hem bu islom dini bütün dünyadaki dinlarninki en ahirki xatimisi. Yani islom dini barliq kelgandan tartib ta qiyomatgacha boshqa dinlarning hammasi batil. O to'g'ri emas, haqiqat emas dinlar. Shunday bo'lgan ekan, bizning yoshlarimiz
bu iqimlarni xalqancha qabul qilmasdan bu islom dini haqida yaxshi izlanishi, dinning mohiyatini o'rganishi, Qur'onning ma'nosini o'rganishi va payg'ambar islomning haqiqiy tarixini, islom tarixini mukammal ravishda o'rganishi, undan keyin bu o'zining shu muqaddas diniga qarata shu vaqtda baho berishi lozim. Ammo islomning haqiqatini tushungan har qanday bir Uyg'ur albatta bu dinni qabul qilib o'zining hayotida tatbiqlamay turolmaydi. Agar uni qilmaydi ekan, u vaqtida bu islomni yaxshi tushunmagan bo'ladi yoki bo'lmasa islomga qarata uning maydoni aniq bo'lmagan bo'ladi. Shu sababdan yoshlar, qarindoshlarimiz xususan vatandagilar bo'lsin, chet eldagilar bo'lsin, Yevropadagilar bo'lsin, bu shu muqaddas din to'g'riliq yaxshiroq izlanishi, bilishi, tushunishi, undan keyin o'zi xohlagan yo'lni tanlashini tavsiya qilaman. Rahmat. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Programmamizga diqqatinglarni berganinglarga rahmatimizni bildiramiz. Programmamizni suratga elish, to'liq qo'yish xizmatini qilib kelayotgan qarindoshimiz Adiljonga minnatdorligimizni bildiramiz. Har biringlar bilan bu yerda xo'shlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.